haqiqatni izlayotgan aziz inson. Agar siz o'zingiz va atrofingizdagi dunyo haqida yoki hayotingizda bo'layotgan narsalarning ma'nosini izlayotgan bo'lsangiz, agar siz to'liq ishonish mumkin bo'lgan do'stni izlayotgan bo'lsangiz, demak bu video tavsiyani bosishingiz bejiz emas. Chunki tasodiflar bo'lmaydi. Har bir tasodif aslida qonuniyatdir. Shuning uchun bizning kontentni tomosha qilishning o'z qoidalari bor. Iltimos, bu darsni tomosha qilishdan oldin birinchi dars videosidagi ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing. Aks holda mavzuni noto'g'ri tushunish xavfi bor. Sizning rivojingizni o'ylab, avvalo birinchi va ikkinchi darslarni ko'rib, ulardagi uy vazifalarini bajarishingizni, shundan keyingina ushbu darsni tinglashni davom etishingizni tavsiya etaman. Biz esa shu tavsiyalarimizga amal qilib kelayotgan obunachilarimiz orasidan haqiqat izlovchilari bilan birga mutlaq haqiqatni kasb etish yo'lini davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz bu dunyo haqidagi ikki haqiqatni anglab oldik. Birinchisi, bu dunyo faqat ikkita yarimtalikdan iborat. Qolgan barcha xilma-xilliklar aynan shu ikki qism ichida joylashgan. Ikkinchisi, biz dunyoni yoqadi, yoqmaydi nuqtai nazaridan baholaymiz. Bilim nuqtai nazaridan emas va mutlaq haqiqatni kasb etish uchun mo'ljallangan dunyoning qismi bu ruhiy, ma'naviy qismligini bilib oldik. Endi esa o'zimiz haqimizdagi haqiqatni bilish vaqti keldi. Agar siz ilgari darslarning uy vazifalarini bajargan bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda ma'lum bir tasavvurga egasiz. Ammo u tasavvur to'g'rimi yoki yo'qmi, hozir bilib olamiz. Ma'lumotni tinglash bilan birga avvalgi uy vazifasidagi savollarga javobingizni izohda yozib qoldiring. Bugun esa aziz haqiqat izlovchilarim, biz quyidagi savollarga javob beramiz. Siz dunyoning qaysi tomonidasiz? Qorong'umi yoki yorug' tomonidami? Ruhiy yoki moddiy tomonidami? Yaqinlaringizga yoqasizmi yoki yoqmaysizmi? Siz ushbu ikki qirrali dunyoning qaysi qismiga o'zingizni qo'yasiz? Siz atrofingizda nur taratasizmi yoki zulmatmi? Ya'ni dunyoning ikkitalik tabiatiga oid har bir so'zni o'zimizga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Lekin masala bunday ta'riflar to'g'ri yoki noto'g'riligida emas, balki ular haqiqatmi yoki haqiqat emasligida. Agar siz haqiqat izlovchisi bo'lsangiz, demak siz haqiqiy ta'rif bilan yolg'on ta'rif, obyektiv nuqtai nazar va subyektiv nuqtai nazarni, rost va shubhali dalillar orasidagi farqni anglay olasiz. Shunday ekan, o'zingizni nur yoki zulmat ekanligingizni bilish uchun avval men nur va zulmat haqida nimani bilaman deb o'zingizga savol bering. Bu savol ensiklopedik ma'lumot yoki lug'aviy ma'no haqidagi savol emas albatta. Gap shundaki, siz amallaringiz bilan dunyoni yoritasizmi yoki zolimlik va jaholat orqali dilozor bo'lib atrofingizdagi odamlar qalbida zulmatni yoyapsizmi? O'ylab ko'ring. Bu ikki xil amalni farqlash mezonlarini hozir sizga tushuntirib beraman. Avvalambor yoshingizga e'tibor bering. Hozir siz necha yoshdasiz? Aql yoshdamas boshda degan hikmatni eshitgandirsiz. Agar siz hali bola yoshida bo'lsangiz, o'quvchi, talaba yoki shogird bo'lsangiz, demak siz hali kichik yoshdasiz.
U holda ota-onangiz, tarbiyachingiz, o'qituvchingiz, ustozingiz, sizga yo'l ko'rsatuvchi yoshi katta insonlarning har biri sizning so'zingizdan, amallaringizdan, harakatlaringizdan, odobingizdan faxrlanishsa, sizdan mamnun bo'lishsa, demak siz atrofingizda nur taratuvchisiz. Agar sizga faqat bittagina yoshi katta kishi mehr bilan ilm berayotgan bo'lsa ham, siz nursiz. Agar siz o'zingiz mustaqil tarzda ilm, fan, hunar o'rganayotgan bo'lib, hatto to'siqlar bo'lgan taqdirda ham o'zingizga ustoz izlayotgan bo'lsangiz, bu ham sizning nurligingiz belgisidir. Agar siz 25 yoshdan katta bo'lsangiz, ota-ona, o'qituvchi, rahbar, ustoz, aka, opa bo'lsangiz, bir so'z bilan aytganda kattalar safidan bo'lsangiz, demak sizning so'zlaringiz, nasihatlaringiz, amallaringiz, hatto buyruqlaringiz ham va odobingiz boshqalar uchun namuna, ibrat va o'rnak bo'lishi zarur. Sizning qo'l ostingizdagi odamlar sizni muhabbat bilan, ilhom va sadoqat bilan tinglasa, sizdan maslahat olishsa, sizning borligingiz ularning qalbini quvontirsa, ularning o'zaro munosabatlariga tinchlik va xomohanglik olib kiradigan inson bo'lsangiz, demak siz nur taratuvchisiz. Agar atrofingizdagilar sizning kayfiyatingizni asrash maqsadida atrofingizda parvona bo'lishsa, farosat va mehr, sadoqat va iboni namoyish etishsa va sizning rahbarligingizda hech kim zulm yoki kamsitish his qilmasa, demak siz nur taratuvchisiz. Shunday qilib, kattalar va kichiklar bilan munosabatda o'z o'rningizni anglashingiz qiyin emas. Amallaringiz shularga mos kelsa, demak siz nur yo'lida dunyoning yorug' tomonidasiz. Ammo tengdoshlar bilan munosabatda, ya'ni sizning tengdoshlaringiz bilan bu mezon tamoman boshqacha. Bu yerda hamma narsa teskari bo'lishi ham mumkin. Ba'zan siz qorong'u saltanatidagi yagona nur shu'lasi bo'lsangiz, odamlar sizni tushunmasliklari mumkin. Ba'zan esa atrofingizdagi sizni madhlovchilar sizga sen nursan deb ta'rif berishsa ham, aslida ular zulmat tarafdorlari bo'lishi mumkin. Tengdoshlar bu nafaqat yosh tenglar, balki butun hayotingiz davomida sizni o'rab turgan hamkasblar, zamondoshlar, jamiyatdoshlardir. Ular vaqti kelib ketadi, birin-ketin almashadi, sizga ozor yoki yordam berish uchun almashib turadilar bir-biri bilan. Shu tariqa hayot sinovlari oxirgi nafasingizgacha davom etaveradi. Tarixdan bilamiz, barcha payg'ambarlar, avliyolar, buyuk ijodkorlar o'z zamondoshlaridan aziyat chekkanlar. Muso, Iso, Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Lev Tolstoy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Imom Buxoriy, At-Tirmiziy, Shrila Prabhupada, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bach, Mozart, Islom Karimov, Mashrab, Furqat, Fayzulloh Xo'jayev, Sharof Rashidov va hokazo jadidlar, paxta ishidan, mustabid hokimiyat repressiyalaridan azob chekkanlarning barchasi nur taratuvchi bo'lishgan. Ammo ularning yon atrofida ularga dushmanlik qiluvchi zamondoshlaridan bir nechtasi doim shay turishgan. Sadoqatli do'stlari ham albatta ko'p bo'lgan. Bunday insonlarning amallari ularning vafotlaridan keyin ham insoniyatga ilm, ma'naviyat, ma'rifat, ruhiyat, ilohiyat, abadiyat nurlarini taratib turuvchi namuna va ibrat bo'lib porlab turmoqda.
Vaholanki bunday shaxslar o'z hayotini minglab odamlarning taqdirlarini yaxshilashga bag'ishlagan. Ammo natsizm, fashizm, shovinizm, rasizm, millatchilik, mustahkamlik, qaramlik siyosatining yetakchilari zulm va qirg'inchilik mafkuralarini yaratuvchilari, masalan vahobiylar va ularga o'xshaganlar tarixda zulmatning asoschilari sifatida iz qoldirgan. Ular ham bir paytlari bola edilar. Keyin katta bo'lishdi, mashhur va juda amaldor bo'lishgan. Ular tirikligida ularni madh etuvchi, sharaflovchi izdoshlari bir boshli mamlakatlar miqyosigacha kengaygan edi. Lekin o'lganlaridan keyin ularning amallari odamlarni aslida jaholat va ma'rifiy ma'naviy qashshoqlik, qoloqlik, ya'ni zulmat qa'riga tortgan bo'lib, bir avlod miqyosidagi xalqlar taqdirini sindirgan johil va zolim sifatida insoniyatga tanilib kelmoqdalar hozirgacha. Bunday odamlarning tarixdagi o'rinlari sizni kimga ergashayotganingizni va qanday iz qoldirayotganingizni o'ylashga undash uchun bu yerda berilmoqda. Tengdoshlar bilan munosabat bu sizning rivojlanishingiz yoki inqirozingiz yo'lidir. Bu munosabatlar sizning ma'naviy yoki moddiy taraqqiyot darajangizga qarab tabiiy ravishda shakllanadi va o'zgaruvchan bo'ladi. Sizning taraqqiyotingizning haqiqiy ko'rsatkichi bu kimga ergashayotganingiz va kimlar sizga ergashayotganidadir. Agar siz insoniyatning bir necha avlodlariga nur bo'lib qolgan zotlarga ergashsangiz va ketingizdan ergashayotgan yoshlar, farzandlar yoki ishchilar, shogirdlar o'z amallari, so'zlari bilan, odoblari bilan boshqalarning qalbini yoritib turishsa, agar sizning faoliyatingiz boshqalarning taqdirini yaxshilasa, Xudoni tanishga yetaklasa, demak siz nursiz. Ushbu zulmat dunyosidagi nur zarrachasi bu siz. Endi siz bu dunyo haqidagi 3-chi haqiqatni ham bilib oldingiz. Insonning o'zi tanlaydi ikki qismli dunyoning qaysi yarmida bo'lishni, nurli qismidami yoki zulmatdami. Kim bo'lishni ham o'zi belgilaydi. Nur taratuvchi bo'lishnimi yoki zulmat yoyuvchimi? Siz to'g'ri tanlov qilganlar safida bo'lishingizga ishonchim komil. Aks holda siz bu videoni oxirigacha tinglay olmasdan allaqachon o'chirib yuborgan bo'lardingiz. Bugungi mavzuyimizni mustahkamlash uchun uyga vazifa. Birinchi 3 darsda berilgan bilimlar mutlaq haqiqatni anglashda qanday yordam bera oladi? Shu haqda tafakkur qiling, qalbingizdagi javobni yozing. Dars tugadi, salomat bo'ling. Mutlaq haqiqat nuri sizga yo'ldosh bo'lsin.